Oxirgi vaqtlarda Toshkent metropoliteni trendda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xo'sh, buning asosiy sababi nimada? Tashkil etilgan matbuot anjumanida mutaxassislar bu savollarga javob berishdi. Aynan mana shu tasvirlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida muhokamalarni keltirib chiqardi. Xo'sh, metro vagoni eshigi nima uchun yopilmay qolgandi? Bu qancha vaqt davom etdi? Mutaxassis bu borada shunday ma'lumot berdi. Kameralarni ko'rganimizda Buyuk Ipak yo'liga kelgandan keyin sostavimiz. O'sha yo'lovchilarimiz oxirgi bekat bo'lgach xama tushganda mashinistimiz eshikni ochib yopdi. Sostav eshigini ochib yopdi, lekin eshik benuqsonsiz ochilib yopildi. 2 marotaba qaytarildi. U keyin yana liniyada ishladi u sostav. Hech qanaqa nosozlik, holat qaytarilmadi. Keyin depoga olib kirganimizda har qayerda eshiklarimizni blokirovkasi bor. Flajok bo'ladi. Eshik ochilganda flajok blokatori o'chiradi. Eshik yopilganda LCD signal keladi kabina mashinistga. Mashinistga shu informatsiya keladi, hamma eshiklarning yopildi degan. Flajok singan bo'lgan. Lekin boya aytib o'tganimdek, o'sha yo'lovchilarimiz hozir ko'paygani sababli o'sha eshiklarga tegish, eshiklarni ochilib yopilishiga mana ko'p hodisa, ko'p holat bo'ladi bu. O'sha yugurib eshikka yugurib borishadi, eshikni qo'lini tiqib qoladi, sumkasini tiqadi yoki ichkaridan yugurib chiqib qoladi xayol surib o'tirib. Mana shu holatlar ham o'sha eshiklarimizni mexanizmlariga o'zini salbiy holatini ko'rsatmoqda. Matbuot anjumanida jurnalistlar tomonidan Toshkent metropoliteni bilan bog'liq dolzarb savollar ham berildi. Ya'ni Chilonzor liniyasidagi vagonlarda yo'lovchilar haddan tashqari ko'pligi kuzatiladi. Bu esa albatta noqulayliklar tug'diradi. Buni bartaraf etish uchun avgust oyida 5 ta poyezd olib kelinishi rejalashtirilgan ekan. Matbuot anjumanida aytilgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent metropoliteni har kuni 330 mingga yaqin yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. Har oy 10,5 milliard so'm mablag' tushum bo'lar ekan va 8,5 milliard so'm tizimda mehnat qilayotgan 4 mingga yaqin ishchi xodimlarga oylik maosh qilib beriladi. 3 milliard so'm elektr energiyasi uchun sarf qilinar ekan. Shu bois joriy yilda ham davlat byudjeti tomonidan Toshkent metropoliteni uchun 45 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ruxsora G'afurova va Sirojiddin Hoshimjonov Rost 24 axborot sayti uchun.